Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Ko'pchilik akalarimiz kutgan, juda ham ko'p talablar bo'lgan motovloglarimizdan olib kelib qo'ydik akalar. Xo'p, uyimda ukajonim 5 sotidan 15-20 sotigacha joyim bor. Shu o'zimni uyimga ishlatish uchun kichikroq motovlog olmoqchiman. Menga kultivatsiya olsin, agatlarni tortsa juda ham zo'r bo'ladi degan akalarimiz uchun agroservis do'konimizga mini kultivatorlarimiz ham kultivatsiya, ham agatlarni, hamda yeriklarni ham haydab ishlatish uchun yangi partiyadagi mini kultivator yetib keldi. Bularni hozir sizlarga qisqacha ma'lumotlarini, narx-navosini tanishtiraman. Birinchi bo'lib narxlariga e'tibor beringlar. Narxlar sutekin narxlarda. Atiga $200 qilib beryapmiz. Atrofda $220-250 chiqyapti akalar. Biz sizlarga $200 qilib beramiz. Albatta kami ham bor. Agar hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, shu yozganingiz uchun mana shu motovlogni olgani kelganingizda 100 ming so'm prosta shu motovlogni olganingiz uchun tushirib beramiz sizga akalar. Xo'p, buni bo'lmasa birinchi bo'lib bitta ishlashini ko'rib olinglar, keyin ma'lumotlarni berishni boshlaylik. Qani katta bitta ishlashini ko'ramiz. Joyini ko'ringlar akalar. Juda ham mayin, juda ham sifatli haydab beradi. Undan tashqari chuqurligiga bitta e'tibor beringlar akalar. Chuqurliklari ham 25-30 sm yerni bemalol. Kimga akalar ishlashlarini ko'rdinglar. Bu motoblokchalarimiz nafaqat yer haydaydi akalar. Undan tashqari akalar agat olib ishlatsanglar ham bo'ladi. E'tibor beringlar. Mana bunaqa o'zini agatlarimiz bor akalar. Bu agatlarni отдельно sotib oladigan bo'lsanglar, orqa tomoniga mana shu holatda agatini qo'yib, bu pastdagi balonchasini olib tashlanglar, va mana shu xo'p agatimiz o'rnaydi. Bu agat o'rnagandan keyin bir dona agatni ichiga tushib olib turib 50 ga, 60 ga, 70 ga ekilgan kartoshka, pomidori, bodring, makkajo'xori, shunga o'xshagan ekinlarni bittasini agatini ichiga shunog'ini tushadi-da, bemalol oldi chopib, orqasi mana shu agatni olib ketsa bo'ladi akalar. Xo'p, ukajonim frezalarining razmeri necha o'zi mana agatimga tushadimi deganlar uchun frezalarning razmeri hozir 40-45 sm razmerda turibdi. Xohlaganlar frezasini olib tashab turib, razmerini kichraytirib 15-20 sm joydan olib ketadigan qilsa bo'ladi. Frezalarni bo'lib ishlatsanglar bo'ladi. Bu degani frezasi 40-45-30-25 sm bo'lgan bemalol toraytirib ishlatsanglar bo'ladi. Xohlagan agatingiz ichiga tushadi. Xo'p, ishlash prinsipi juda ham oddiy akalar. Xo'p, bu tomonda benzin baklari yoqilg'i turib benzinni 1 litr to'ldirasizlar, benziniga moy aralashtirib qo'yasizlar akalar. Xo'p, undan tashqari moy aralashtirib qo'yganingizdan keyin bu tomonda zavodni orqali bir tortqida zavodit olib juda ham yaxshi hamda sifatli ishlab beradi akalar. Xo'p, bu tomondagi nimasi vozdixlari bo'ladi, havoni tevadan oladi, chunki o'zi changda ishlagani uchun tez chang to'lib ketmasligi uchun havoni tevadan toza havoni tortib oladi akalar. Xo'p, ishlash prinsiplari juda ham oddiy. Buni zapchaslariga keladigan bo'lsak, akalar zapchasdan ko'p yo'q, chunki buni hamma zapchaslari bor. Oddiygina o'zimiz o'tiradigan kasilkalarni motorlari bunga birga bir zapchasi tushib ishlatsalaring bo'ladi. Xo'p, bu rollar akalar, rollarning tevasida bu yoqda gazi bor, tevasidagi qizil knopkasi o'chiradigan knopkasi. Buni zavodit qilganinglardan keyin gazni bossalaring freza aylanadi, gazni qo'yib yuborsalaring avtomatik frezalari to'xtab beradi. Xo'p, past tomoniga e'tibor beringlar. Rollarni legrovka qiladigan joylari bor. Bemalol legrovka qilib ishlatsanglar bo'ladi akalar. Xo'p, undan tashqari yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Bular juda ham yengil qilib ishlangan, 30-35 kilo. Bitta odam bitta qo'lda mana ko'tarib ketsa bo'ladi akalar. Sifatlari, ishlashlari juda ham yaxshi, yosh kattaroq odamlar, yoshroq odamlar juda ham maza qilib ishlatsa bo'ladi akalar. Xo'p, kimda-kim mana shunaqa akalar kultivatsiyalarni xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastiga nomerlarimni qoldiryapman. Bemalol kelib bizning do'konimizda ishlatib, yurg'azib, tekshirib ham olishinglar mumkin. Undan tashqari dastavkalarimiz ham bor. Bexizolat dastavkalarni qilib beramiz. Uyingizgacha chiqarib berish imkoniyati bor. Xohlang mana shunaqa korobka holatida oling. Xohlaganlar uchun ichkarida ustakalarimiz bor. Kelganinglarda har doim mana shu yerda motoblok yig'ishayotgan bo'ladi. Xohlasa shunday kirib turish yerda motoblokchingiz korobka holatida shunday ochib turib, mana shu korobkada keladi. Shunday ochib turib yig'ib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xo'p, komplektda nima bor ukajonim deganlar uchun birinchi bo'lib mana bunaqa benzin aralashtiradiganlari, undan tashqari mana bunaqa
varankalari, dokumentlari chiqadi ichida. Undan tashqari akalar, shu motovlog turgan holatda frezasi orqasida tormoz. Bu agatlari chiqmaydi. Agat olaman deganlar addenni olishinglar mumkin, sotuvda bor. Xo'p, undan tashqari pulush-pulushlari chiqadi. Hozir sanab o'tdim, hamma narsam ichida chiqadi. Narxini aytib o'tdim. Atrofda 250-300 dollar sotilyapti. Bizda narxi ataga 200 dollardan shundoq skidka narxlarda tarqatib o'ryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, sog'liqni sal cheklangan. E'tiborlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.